Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İbn Mace rahimahullah Sünen İbn Mace kitabında mundaq deydi. 14. hadis. Haddesena Abu Mervan Muhammed ibn Osman el-Osmani. Qala haddesena İbrahim ibn Sa'd ibn İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf. An abihi anil Qasim ibn Muhammad an Aişete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehuve raddun. İbn Mace deydi, bizge Abu Mervan Muhammed ibn Osman el-Osmani hadis sözlep berdi. O deydi, bizge İbrahim ibn Sa'd ibn İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf hadis sözlep berdi. Yani Abdurrahman ibn Avf'ның nevrisi iken. O dadısıdan, yani Sa'd ibn İbrahim'den, o Qasim ibn Muhammed'den rivayet qilgan, o müminlerinin ansi Aişe radıyallahu anhadan rivayet qilgan bulup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deganki, kimki bizning bu ishimizda yo'q narsani, ya'ni bu ishimizdan emas narsani yangidan paydo qiladi ekan, u rad qilinadi. Ya'ni uning so'zi yoki ishlari, yangidan paydo qilgan ishlari rad qilinadi. Bu hadis sahih hadis bo'lib, ulamolar innamal a'malu binniyat, amallar niyatlar bilan bo'ladi degan hadis bilan Aisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mush hadisni dinning asosi deb qaraydi. Ya'ni innamal a'malu binniyat, amallar niyatlarga bog'liq bo'ladi degan bu hadis amallarimizning durust bo'lishi, sahih bo'lishi, maqbul bo'lishi, Allohning huzurida qabul bo'lgan va savobga erishadigan bo'lishining sharti Allohning roziligini ko'zlangan bo'lishi, ixlos bo'lishi kerakligini tushundirsa, bu hadis amallarimizning qabul bo'lishi, savobga erishadigan bo'lishi uchun, to'g'ri bo'lishi uchun amallarimizning Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem epkelgen şeriat bo'yicha bo'lishi, shariatga asosan, shariatga uyg'un bo'lishi lozimligini ko'rsatdi. Ya'ni amalning qabul bo'lishi uchun ikki shart bor. Birisi ixlos bo'lishi kerak, yana birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnatlariga muvofiq, Peygamber alayhissalom elib kelgan shariatga muvofiq bo'lishi kerak. Ahdasa degan yo'q ishni yangidan paydo qilish deganlik bo'ladi. Fi amrina haza degani bizning din ishimizda bo'ladi. Dunyolik ishda yangidan paydo bo'lgan narsalar u bid'at bo'lmaydi. Ammo din ishida yo'q bo'lgan ishlarni yangidan paydo qilish, masalan, o'zi falon kunni ma'lum bir ibodatga xos qilib olish yoki ma'lum bir namozni paydo qilib olish yoki ma'lum bir zikrni mancha qatim o'qisa mundaq bo'ladi. Yoki falon oyatni mancha qatim o'qisa, falon surani mancha qatim o'qisa mundaq bo'ladi. Men bu orqali Alloh taologa yaqinlashmoqchi, Alloh ibodat qilmoqchi devilishlar, bular bid'at bo'ladi. Har qanday bid'at azg'uluq, har qanday azg'uluq do'zaxda degan. Dunyoning taraqqiy qilishiga ergashib, yangidan paydo bo'layotgan yangi texnikalar, yangidan chiqayotgan narsalar bular bid'at bo'lmaydi. Bu yerda deyilgani diniy ishlarda. Ya'ni hozir deb o'tgandek ibodat bo'lsin, shunday yangidan paydo qilsa, bu joqda bu bid'at bo'ladi. Fahuva raddun, raddun degani mardudun, fahuva mardudun. Bu kishining bu bid'ati o'ziga qaytariladi, u kishi gunohkor bo'ladi. Shuning uchun amallarimizning Allohning huzurida qabul bo'lishi va bizning dunyo va oxiratda yaxshilikka erishishimiz, dunyo oxiratning yaxshiligini qo'lga keltirishimiz va oxiratda ziyon tortqushlardan bo'lib qolmasdan nijotlikka erishgan kishilarning qatoridan bo'lishimiz uchun amallarimizda Alloh roziligini ko'zlashimiz va amallarimiz shariatga muvofiq bo'lishi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem epkelgan shariatga muvofiq bo'lishi, sunnatlarga muvofiq bo'lishi kerak va qalbimiz mo'min musulmon qarindoshlarimizga nisbatan pokiz bo'lishi kerak. Ya'ni mo'min musulmon qarindoshlarimizga hasad qilmasligimiz, o'shmanlik qilmasligimiz, ularning xo'shalligiga tan xo'shal bo'lib, qayg'usiga tan qayg'ura oladigan bo'lishimiz. Va ondan boshqa qalb kasallardan qalbimiz pok bo'lishi kerak, chunki Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning tili bilan yawma la yanfa'u malu va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda kishiga uningki farzandi yoki mol dunyosi foyda bermaydi, faqatla Alloh taologa sog'lom qalb bilan kelgan, sog'lom qalb bilan uchrashgan kishiga foyda beradi. Shu kishilar nijotlikka erishadi deydi. Shuning uchun ixlos va amallarning shariatga muvofiq bo'lishi va qalbning sog'lom bo'lishi bu nihoyatda muhim. Suyimli Peygamberimiz aleyhisselam azaldan havo havasini so'zlamaydi
va Alloh taolo tarafidan avatilgan elchi, Alloh taoloning buyruqlarini, vahiylarini bizga yetkazguchi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini va hadislarini ulug'lashimiz kerak. Bugungi dars mushagicha bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.